Mavishki kempitni ko'danglarga o'xshash kempit. Lekin biz kempit yeydigan vaqtimizda mavni bo'lsa pizasini suyiblam yelaymiz. Yegimiz keldi, ko'nglimiz ko'tirdi. Lekin mavni bo'lsa biz yuvetib qilsakmi yegan taqdirda yana ko'nglimiz bir yerga elishadigan ahvollar ko'rildi. Endi biz mush ikki kempitni nimani tushundirmoqchi? Bu kempit bo'lsa atrofiga ko'plagan chivlarni yig'idi. Bu kempit bo'lsa atrofiga nima badallarni to'lib mush kempitni yelaydigan odamlarni yig'idi. Go'zal xonim qizlarimiz mana mush kempitga o'xshaydi. Atrofimizdagi nurg'unlagan yomon axloqsizlik ishlar dal mushu kempitlarningki erkishiga sharoitni yaratib berganlik tufaylidan, fursatni yaratib berganlik tufaylidan bo'ldi. Hargizmi bu xato ishlar faqat erkish tufaylidan emas, 99% savallik dal mushu kempitningki sharoitni yaratib berganlik yoki yaratib bermaganligi bilan munosabatlik. Bu yerda ko'rsatilgan fursat sharoit nimani ko'rsatib beradi? Dal sizningki tar kiyimlarningki badallaringizning xaritasini muayyan ko'rsatib berganingizda, kindiklaringizni o'chib qo'yib, ballaringizni to'lg'ab, dal shunday chivin kabi erlarga fursat sharoitni yaratib berganingizni ko'rsatib berdi. Shunga go'zal xonim qizlarimga deydiganim, bu kempitdek turib atrofingizga chivinlarni yig'ib olmay, mana mau kempitdek o'zingizningki hurmatini saqlab atrofingizga palvonlarni yig'ing. Güzel xanım qızlarga eng axırda hadiya qildiganim, o'zingizni suying. Bu suyish axloqingizning kapolati bo'lsin. O'zingizni asrang. Bu asrash chivinlarga qalqon bo'lsin. 抖音